O'zbek shou-biznes olamining taniqli aktrisasi Aysanam Yusupova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Aktrisa Aysanam Yusupova ayol qalbi ko'rsatuvida san'atga kirib kelish sabablari, onasining orzusi, mashhurlik ortidagi mas'uliyat va hayotdagi sinovlari haqida so'zlab berdi. San'atda bo'lgan muhabbat Aysanamxon uchun oilaviy orzularning davomidir. U motivatsiyani hamon onasidan olishini aytdi. Aslida onam san'atkor bo'lishini orzu qilgan, ammo oilada bitta qiz bo'lgani sababli ruxsat berishmagan. Kichkinaligimdan agar san'at yo'nalishini tanlasang, men bundan xursand bo'laman derdim. Faqat sen eng zo'ri bo'lishing kerak. O'rtamiyona san'atkor bo'lish juda qiyin deb aytgan onam, deydi aktrisa. Uning aytishicha, onasi hamisha barcha premyeralarga keladi va ta'sirlanib yig'lab o'tiradi. Ba'zida tanqid ham qiladi va hali ko'p o'rganishing kerakligini doim ta'kidlaydi. Aysanamxon maktabni a'lo baholarga bitirgan va yuridik kollejga kirishga qaror qilgan. Agar kirolmaganimda madaniyat yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lganman, lekin o'qishga kirganman. Kollejda birinchi kursda o'qib yurgan paytimda san'atga ilk bor qadam qo'yganman. Vokaldan 4-yil dars olganman kollejda o'qigan vaqtlarimda, deydi u. Birinchi taklif rejissyor Hilol Nasimovdan bo'lgan. Hayot filmiga kasting o'tkazayotganda menga yo'lakda ko'rib qolganlar, so'ng qayerda va qaysi yo'nalishda o'qishimni so'rab kastingga taklif qilgan. Bu 2017-yil edi. Mashhurlikka tez erishgan aktrisa bu holatni katta mas'uliyat deb biladi. Bu menga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ishimga yanada jiddiyroq qarashimga to'g'ri keladi. Yoshlar menga ergashishini o'ylab, noto'g'ri yo'nalishni ko'rsatib qo'ymay deb harakat qilaman, ta'kidlaydi aktrisa. Aktrisa ko'plab davlat filmlarida rol o'ynagan, biroq aksariyat rollarda unga murakkab obrazlar to'g'ri keladi. Har gal qiyin syomkalarga to'g'ri kelib qolaman, chunki menga yuklatilgan rol oson bo'lmaydi. Balki men qiyinchiliklarga ochiq bo'lganim uchun ham shunday syomkalar duch kelar, deydi aktrisa. Uning uchun eng qiyin loyihalardan biri O'zbek qizi filmida bo'lgan, aytdi. Juda qiynalganman. So'nggi suratga tushish jarayonlarida hatto stressga ham tushganman. Suratga olish juda uzoq davom etdi. Oilam bilan boshqa davlatda 2 oy yashadik. Ko'p jarohatlar olganman, lekin bu orzuyimdagi rollardan biri edi. Aysanamxon intervyuda hayot unga katta dars bergani, odamlarga ishonchi yo'qolganini ta'kidladi. Muallimdan ko'ra hayot juda zo'r dars berib qo'yarkan. Aynan shu jarayondaman. Siz ishongan odamlar har doim ham siz o'ylagandek bo'lib chiqmas ekan. Sizni kichik sirlaringizni biladigan yaqinlaringiz sizga zo'r dars berib ketarkan. Keyin sergak, ehtiyotkor bo'lib qolarkansiz. Shu sababli odamlarga bo'lgan ishonchim sustroq, deydi u. Aktrisaning shaxsiy hayotiga munosabati ham keskin. Men kechirmayman va kechib ketaman. Bir marta xiyonat qilgan inson yana xiyonat qiladi, deydi aktrisa. Aysanamxon har qanday filmda rol o'ynashga rozi bo'lavermaydi. U uchun bir qancha jihatlar juda muhim. Albatta, partnyorlarim kimligini so'rayman. Agar o'zimga tanigan, bilgan insonlar bo'lsa, rozi bo'laman. Partnyor masalan, bu siz uchun 50% mehnat degani. Eng mazza qilib ishlaydigan partnyorlarimdan bu Shohrux Hamdamov va Fotih Nasimov. Aysanam va Shohrux Hamdamovning partnyorlik rollaridagi ijrolaridan so'ng muxlislar ularga bir-biriga juda mos ekani haqida juda ko'p izhorlar yozishdi. Intervyuda aktrisa bu mavzuga ham to'xtaldi. Shohrux bilan ancha yillardan beri do'stmiz.
film va kliplar ko'p rol ijro qilganimiz uchun muxlislar bizni yaxshi qabul qilishgan. San'atkor bo'lish doimiy e'tibor va g'iybatlarga sabab bo'lishi aniq. Aysanamxon bu holatga ham xotirjam qaraydi. Men tanqid, g'iybatlar kim tomonidan aytilyapti? Shunga qarayman. Meni boshqa shuncha ishlarim bor. Nega meni yomon ko'radigan insonlar uchun vaqt sarflashim kerak? Axir meni yaxshi ko'radigan yaqinlarim, muxlislarim ko'p-ku, deydi Aysanam. Shu kasbni tanlab turmushga chiqmaganimdan afsuslanaman, lekin men hali yana ijod qilishim kerak. Yuqori cho'qqilarga chiqishim kerak. Agar bo'lajak turmush o'rtog'im ishingni yig'ishtir desa, o'zimga savol berar edim. Shuncha mehnatim ota-onamning meni o'qitgani shu inson uchun arziydimi? Agar haqiqatdan arziydigan inson bo'lsa, ishimni yig'ishtirardim, deydi aktrisa. Aysanamxonimni bolalik paytlarida juda ko'p ajratishgan. Intervyuda aktrisa bolalik xotiralarini hamda shunday eslaydi. Maktabda ham, bog'chada ham, hatto dugonalarim ham meni ajratardi, ammo sababini bilmayman. Bunga ko'nikkanman. Eng yaqin do'stim onam va singlim, deydi u. Aysanamxon yonida suyana oladigan, qalbqon bo'la oladigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan va orzularga erishishga ko'maklashadigan insonni orzu qilayotganini aytdi. Shuningdek, kelajakda akademiya ochishni rejalashtirayotgani ham bildirib o'tdi. Men har doim yoshimga nisbatan ancha ulg'ayganman. Ozmi ko'pmi qiyinchiliklarni bosib o'tdim. Nohaq tuhmatlar bo'lgan. Odam o'ylab qolarkan, atrofga qarasangiz, tengdoshingiz o'ynab kulib yuradi. Men bolaligim ham qiyinroq o'tgan, yaqinlarimning qiyinchiliklari ham bunga sabab bo'lgan. Qalbim aqlimga nisbatan ojiz. Ko'pincha ko'nglimga tayanib ish qilayman. Yutqazaman deb o'ylayman. Agar aqlim bilan ish qilganimda unaqa bo'lmasdi, deyman. Aslida inson 70% aqlga, 30% qalbga tayanishi kerak, deydi u. Suhbat yakunida u ko'nglini ochib, so'nggi paytlarda ko'p yig'layotganini tan oldi. U aslida yig'loqi emas, lekin hozirgi holat uni tez-tez ko'z yosh to'kishiga olib kelayotganini ta'kidlaydi, deydi aktrisa. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarini namoyish etib boramiz. O'zbek va jahon shou biznesi olamining yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.